9-bob. Metallurgiya zavodlari va neft konlari. Yevropa safari. Kiston zavodlari men uchun hamisha ardoqli, chunki boshqa zavodlarning qurilishiga ular sabab bo'lgan. Bolg'alab ishlangan po'latning cho'yandan afzalligi aniq edi. Shuning uchun bolg'alangan po'lat ishlab chiqarish bilan shug'ullanishga va bu turdagi sifatli mahsulot bilan o'zimizni ta'minlashga qaror qildik. Ukam va men Thomas Miller, Henry Phipps, Andrew Coleman bilan sheriklikda chog'roq metallurgiya zavodi ochdik. Janob Thomas Miller temirchilik sanoatimizda chinakam kashshof, hammamiz uning oldida qarzdormiz. Endri Coleman Pensilvaniya temir yo'liga g'ildirak o'qlari tayyorlovchi kichik xususiy zavod xo'jayini edi. U bilimdon mexanik edi. O'sha vaqtlarda Pittsburgda keng tarqalgan, faqat eng sifatli mahsulot ishlab chiqarish tamoyilini u kashf qildi. Coleman aksariyat nemislar kabi tartibli inson edi. Uning loyihalari g'oyatda qimmat bo'lsa-da, g'ayrioddiy mustahkamligi bilan ajralib turardi. Ochig'i, o'sha vaqtlarda g'ildirak o'qlari tayyorlash jarayoni shunaqa ediki, mahsulot ma'lum muddat ishlaydimi yo ishlatilmay sinib ketadimi bilib bo'lmasdi. Materiallarning ilmiy-texnik tahlili, hisob-kitobi xususida esa gap ham bo'lishi mumkin emasdi. Men yuqorida Phipslar xonadoni bilan qaniligimizni aytgandim. Yoshligimda oila to'ng'ichi Jon bilan qadrli og'ayni edik. Genri mendan 3-4 yosh kichik bo'lib, o'shandayoq o'z layoqati va aqli bilan tengdoshlaridan ajralib turardi. Bir kuni u akasidan qarzga chorak dollar so'raydi. Jon uni nima ishlatishini ham surishtirib o'tirmay pulni beradi. Ertasiga Pittsburgh Dispatch gazetasi ishga tashna bola mashg'ulot izlaydi degan e'lon chiqadi. Bu g'ayratli bola pulni shunday ishlatgan. Tezda unga ijobiy javob kelgan. Dilworth va Bidwell nomli taniqli firma ishga tashna bolani chaqirgan. Choparlik yumushi unga taklif etilgan. O'sha vaqtdagi taomilga ko'ra, idorani supurish, sindirish ishlari ham bolaki zimmasiga kirgan. Shunday qilib, jur'atli bola ilk daf'a mustaqil hayotning ochiq dengiziga chiqqan. Bu yerda ham o'sha eski tarix takrorlandi. U xizmatda tengi yo'q bo'lib chiqdi. Janob Millerning e'tiborini o'ziga tortib, ish metallurgiya zavodini ochish bilan yakun topdi. Xullas, bir paytlar dastyorlikda yurgan bola vaqt o'tishi bilan Qo'shma Shtatlardagi eng badavlat sarmoyadorga aylandi va o'z boyligini to'g'ri tasarruf etish qandayligini yana bir bora namoyish etib, uddaburonligi isbotladi. Ancha yillar burun u Pittsburgh va Allegany aholisiga nafaqat bekim kunlari, balki dam olishda ham tomosha qilish uchun muhtasham oranjeriyasini hadya etdi. Bu tuhfa katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Din ulamolar yakshanba kunini rasvo qilishda ayblab, cherkov minbarlaridan unga tashlanishdi. Ammo aholi bunday nuqtai nazarga qarshi sobit qadamlik ko'rsatdi. Shahar ma'muriyati Phipsning hadyasini minnatdorlik bilan qabul qildi. Bir ruhoniy g'arazli nutqiga javoban u shunday dedi: "Janoblar, sizlarga shunday o'ylash yaxshi. Sizlar haftada bir kun ishlaysiz, qolgan kunlarda esa erkinsiz. Tabiat go'zalligini xohlagancha bahra olishinglar mumkin. Ammo men mehnatkash ommani haftada bir kun dam olib, go'zallikka oshno bo'lishdan mahrum etishingizga uyat deb bilaman." Yaqinda Pittsburgda bo'lgan dindorlar qurultoyida cherkovlar cholg'uli musiqaga qarshi gaplar aytildi. Mayli, ular bahslashib yuraversin. Aqlli kishilar yakshanba kunlari uchun muzey, kutubxona va oranjeriyalar eshiklarini xalqqa ochib qo'ymoqda. Agar bu janoblar xalqqa nima zarur bo'lsa, shuni berish lozimligini tengda anglab yetishmasa, cherkovlar huvillab qolishi turgan gap. Baxtga qarshi, Coleman, Phipps va Miller o'rtasidagi ishga bog'liq kelishmovchilik yuzaga kelib, Miller firmadan ketdi. Men Millerga nisbatan adolatsizlik qilindi degan fikrda edim. Yangi korxona ochish uchun unga sherik bo'ldim. Shu tufayli 1864-yilda Siklop zavodi bunyod etildi. Ishimiz yurishdi. Yangi va eski zavodlarni birlashtirib, 1867-yilda Birlashgan metallurgiya zavodlari nomli korxonaga asos solindi. Bu zavodlar uchun 7 morg yer sotib oldik. O'sha vaqtlarda bu yirik maydon hisoblanib, dastlabki yillarda uning bir qismini ijaraga berardik. Ammo oradan ko'p o'tmay bu maydon ham jadal gurkirayotgan metallurgiya sanoatiga torlik qilib qoldi. Metallurgiya sanoati bilan qanchalik chuqur tanishsam, ishlab chiqarishning turli usullari, narxi mutlaqo tushunarsiz bo'lib qolaveradi. Shunda Pittsburglik boshqa fabrikantlarga murojaat qilib, taxminlari mutlaqo to'g'ri ekaniga amin bo'ldim. Ishlab chiqarish tavakkaliga olib borilar, yil oxirida tayyorlangan mahsulot hajmi ma'lum bo'lmaguncha fabrikantlar ish natijasi xususida hech bir tasavvurga ega bo'lolmas ekan. Men ko'p marta yilni kamomad bilan tugatishdan xavfsiragan sanoatchilar oxir-oqibat daromad qilganini yoki aksincha bo'lganini eshitganman. Ular xuddi qorong'uda ezg'igan kalamushlarga o'xshardi. Ishning bunday davom etishi men uchun mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmas holat edi. Shu bois ishlab chiqarishning barcha jabhalarida hisob-kitob tizimi va ilmiy hisobotlarni kiritishga qat'iy qaror qildim. Faqat shu tizim va har bir mahsulot narxini aniqlashga, har bir xodim ishni nazorat qilishga imkon beradi. Biz kim xomashyoni iqtisod qilayotganini, kim undan xo'jasilarcha foydalanayotganini, kim unumdorlikka erishayotganini aniqlashimiz lozim edi. Ishlab chiqarishning har bir jabhasida muvaffaqiyat kaliti doimiy hisob-kitob. Shundagina har bir ishchida o'ziga ishonib topshirilgan material va mablag' uchun javobgarlik hissi paydo bo'ladi. Ana shunda tilxatsiz va o'z xizmatchisiga $5 berishga ko'z qiymaydigan fabrikantlar qayta ishlagan ko'rinishda qancha bo'lishini chamalamay, har kuni o'z ishchilariga ixtiyorga tonnalab materialni berib qo'yadilar. 1862-yili ilk bor Amerikada Pensilvaniyaning boy neft konlariga e'tibor berila boshlandi. Do'stim William Coleman bu yangi kashfiyotga g'oyat qiziqib, neft o'lkasiga birga borishga meni undadi. Sayohat o'ylaganimdan ham qiziqarliroq bo'ldi. Bu chinakamiga xalqlarning buyuk ko'chishi edi.
Neft oqayotgan maydonlarning ko'pligidan oyoq qo'yishga joy yo'q edi, ammo har tarafdan yig'ilib kelgan olomon bunga aslo parvo qilmasdi. Jayla qurish uchun atigi 1 soat kifoya bo'lib, ko'p o'tmay barcha shart-sharoitlar muhayyo etilardi. Kelganlarning ko'pchiligi o'rta millionlik kishilar bo'lib, tavakkal qilib qimorga tikiladigan katta mablag'ga ega emasdi. Meni bu odamlarning g'ayrat-shijoati hayratga soldi. Ular ulkan sayrga kelishgan edi go'yo. Hammasi xushchaqchaq, xursand, qo'llarini uzatsa bas, boylikka yetadigandek edilar. Neft minoralarini tepasida g'aroyib yozuvlar bitilgan. Bayroqlar hilpirardi. Daryo qirg'og'idagi nasoslarda zo'r berib ishlayotgan 2 nafar neft izlovchi ko'rganim esimda. Ularning bayrog'ida "Do'zax yoki Xitoy" degan yozuv bor edi. Ular chuqurligida e'tibor bermay neft qudug'ini burg'ilardi. Amerikaliklarga xos moslashuvchanlik qobiliyati bu holatda yorqin namoyon edi. Atrofdagi tartibsizlikka tezda barham berildi. Garo o'ynaymanki, yangi o'lkaga kelgan minglab amerikaliklar maktab va cherkovlar qurishni, neft chiqarishni, umuman madaniyatga xos ishlarni ulardan o'zlari nasl-nasabi bo'yicha yuqori biluvchi angliyaliklardan yaxshiroq tashkil etardi. Amerikalik faqat bitta qoidani, munosabatlarga yo'l berish kerakligini tan oladi. Hindular avvallari adyollar bilan daryo yuzasida yiliga bir necha tonna neft yig'ib yurgan, o'lka endilikda neftni qayta ishlash zavodlariga to'lgandi. Ilk yillarda neftni yig'ish usuli otajon edi. Biron joydan neftni topib, uni tagi yassi qayiqlarga qo'yishardi. Ammo qayiqlar tez oqib tagidan suv sizib kirar, neft ham daryoga to'kilardi. Daryoning turli joylarida to'g'on bo'lib, ma'lum vaqtlarda u ochib yuborilar va neftga to'la qayiqlar Allegani daryosi oqimi bo'ylab Pittsburgga keltirilardi. Xullas, ermoqlargina emas, Allegani daryosi ham neft qalatlami bilan qoplangan edi. Pittsburgga kelguncha neftning taxminan 1/3 qismi daryoga oqib ketardi, ya'ni 1/3 qayiqlari yo'lga chiqmay to'kilardi. Shunday usul bilan olingan neft Pittsburgda juda qimmat turar, kichkinagina shishachasi $1 sotilardi. Undan revmatizmni davolovchi malham sifatida foydalanilardi. Ammo ko'p miqdorda olingani sabab neftning narxi pasayib, shifobaxsh xususiyati zaiflasha boshladi. Eng mashhur neft konlari Story fermasida joylashgan edi. Bizga ularni $40,000 sotib olishni taklif etishdi va rozi bo'ldik. Qaror qabul qilishda chaqqon bo'lgan janob Coleman 100,000 tonna sig'imli hovuz qazib, uni neftga to'ldirishni taklif etdi. Bu rezervuar bizga vaqti kelib konlar qurib, neft tugab qolganda asqotishi lozim edi. Biz bu rejani darhol amalga oshirdik. O'sha kundan beri konlarning qurib qolishini behuda kutyapmiz. Colemanning Xomchutiga ko'ra, konlar qurib qolganda biz har tonna neftni $10 sotsak, $1 million ishlardik. Ammo biz kuniga minglab tonna neft qazib olinishiga qaramay, tabiat bunga parvo qilmasligini, yer ostida behisob zaxiralar borligini nazardan qochirgan edik. Neft konlariga qiziqib qoldim va tez-tez u yoqlarga bordim. 1864-yili Ogayodagi yangi neft o'lkasiga neftning mashina yog'i olinadigan maxsus navini olishga muvaffaq bo'lingan katta konga jo'nadim. Janob Coleman va janob Di Ritchie bilan qilgan mazkur safarimiz juda ajoyib bo'lgan. Temir yo'l bo'ylab Pittsburgdan bir necha yuz mil uzoqlikdagi konga deyarli hech kim yashamaydigan joyga qarab ketdik. Biz o'sha konni sotib olib ortga qayrildik. Xuddi shu mahal tashvishli sarguzashtlarimiz boshlandi. Bu paytgacha ob-havo juda ajoyib. Biz borayotgan yo'l ham tekis edi. Ammo birdan jala quyib ozgina joyga ham ekipaj yurolmay qoldik. Yo'l go'yo atalaga aylanib aravamiz loyga botdi. Yomg'ir chelaklab quyayotgandek quyar. Tun bo'yi yog'ishi ehtimoli bor edi. Janob Coleman aravaning bir tarafiga, Mister Ritchie narigi tarafiga yotdi. Men esa bu paytlarda ozg'in va yengil bo'lganimdan ikki baqaloqning o'rtasida siyqalib yotdim. Xullas, tunni o'sha yerda o'tkazdik, ammo qiynalganimizga qaramay kayfiyatimiz chog' edi. Ertasi kuni kechqurun yaqinroqdagi kichik shaharchaga sog'-salomat yetib oldik va u yoqning aholisi qattiq xavotirda ekanini ko'rdik. Chog'roq cherkov yoritilgan hamma qo'ng'iroqlar bong urardi. Mehmonxonaga joylashishga ulgurmasimizdan yonimizga vakillar kelib, butun jamoa bizni kutayotganini ma'lum qildi. Nazarimda ular noqulay havoda ushlanib qolgan ruhoniyni kutishayotgandi. Negadir meni o'sha ruhoniy deb o'ylab yig'inga qachon borishimni so'rashdi. Yo'ldoshlarim bilan birga hiyla ishlatmoqchi bo'ldik-yu, ammo men o'zimni juda horg'in his qildim. Hali biror safar cherkov minbariga o'sha kundagidan yaqin kelmagan edim. O'zimning korxonalarim endilikda butun diqqat-e'tiborni talab qilardi. Shu bois temir yo'l xizmatidan ketishga va butun vaqtimni o'z ishimga bag'ishlashga qaror qildim. 1865-yilda iste'foga chiqdim. Shundan buyon hech qayerda rasman ishlamadim. Kimki birovlarga bog'liq bo'lsa, uzoqqa borolmaydi. Garchi biror kompaniyada raislik lavozimigacha ko'tarilsa-da, qo'lda ko'p miqdorda aksiya bo'lmasa, o'zini shu ishning to'laqonli xo'jayini deb his etolmaydi. Eng ishbilarmon rais ham o'z faoliyatini hamisha ham tushunavermaydigan boshqa aksionerlar tomonidan qisiladi. 1867-yilda janob Phipps, janob Van der Walt va men Yevropaga sayohat qildik. Angliya va Shotlandiyani aylanib, u yerda qit'aga o'tdik. Yevropaning deyarli barcha poytaxtlarida bo'ldik va yelkamizda safar xaltasi bilan barcha tog'-cho'qqilarga ko'tarildik. Safarimizning oxirgi nuqtasi Vezuviy bo'ldi. Biz o'sha yerda vaqti kelib dunyo bo'ylab aylanishni maslahatlashdik. Yevropa bo'ylab bu sayohat menga ko'p narsa o'rgatdi. Shu paytgacha
Rang tasviri va haykaltaroshlik sohasida bexabar ekanman. Faqat Yevropaga kelib, buyuk ijodkorlar asarlarini tushuna boshladim. Shu davrda ilk marta haqiqiy musiqa lazzatini his qildim. O'sha vaqtlarda Londondagi Bildor saroyida Gendel xotirasiga bag'ishlab kecha o'tkazildi. Avval ham shundan keyin ham musiqada bu qadar lazzat ololmaganman. O'zimning soham bo'yicha ham Yevropada ko'plab yangi taassurotlar bilan qaytdim. Qisqa vaqtga bo'lsa-da, okean orti mamlakatdan chiqib, ko'hna zamindagi hayot shiddatini his etishi juda muhim. Biznikiga o'xshash zavodlar ish hajmiga ko'ra amerikalik xalqning barcha ehtiyojlarini qondirishga ulgurmas edi. Xorijda bo'lganimda esa u yerlarda hech narsa o'rnini siljimayotgandek tuyuldi. Bir necha Yevropa poytaxtlarida istisno qilgandan butun qit'a tek qomatga o'xshardi go'yo. Amerikada qayoqqa qaramasang Bibliyada tasvirlangan Bobil minorasi qurilishi manzarasini eslatuvchi holatga, har yoqda o'z kuch-quvvatini yangi inshoot qurilishiga sarflayotgan odamlarning qaynoq faoliyatiga guvoh bo'lasiz. 10-bob. Nyu-Yorkka ko'chish, yangi muvaffaqiyatlar. Korxonalarimiz kattalashib borishi bilan Nyu-Yorkka tez-tez borib turishga to'g'ri keldi. Mazkur shaharda o'z vakiliga ega bo'lmagan bironta korxona Amerikada faoliyat yuritolmasa kerak. Pittsburgdagi ishlarimizni ukam va janob Fips boshqarardi. Konsern tarkibiga kirgan firmalar uchun umumiy buyruqlar berish mening vazifamga kirardi. Shunday qilib, 1867-yilda Nyu-Yorkka ko'chib ketishimga, Pittsburgdagi do'stlar bilan aloqani uzishimga to'g'ri keldi. Men uchun bu juda og'ir edi, ammo onam uchun bundan ham og'irroq bo'ldi. Unga Gonvuddagi hashamatli uyimizdan ketish og'ir botdi. U yerda do'stim va xizmatdoshim janob Kolmanning qiziga uylangan ukam qoldi. Dastlabki vaqtlarda Nyu-Yorkda o'zimizni mutlaqo begona his etdik. Yakkayu yagona quvonchimiz onda-sonda Pittsburgdan Nyu-Yorkka tashrif buyuruvchi do'stlarimiz edi. Pittsburg gazetalarisiz esa hayotimizni tasavvur qila olmasdik. Ammo vaqt o'tishi bilan yangi do'stona munosabatlar, yangi qiziqishlar paydo bo'ldi. Oz-ozdan Nyu-Yorkka o'rgandik. Men Pittsburg ishbilarmonlar hayotida faol ishtirok etganim bois rejali tijorat ishi bilan chayqovchilik o'rtasidagi farqni yaxshi anglar edim. Telegrafda ishlaganim tufayli Nyu-York birjasi bilan hamkorlikda ishlagan ayrim firma va shaxslar bilan tanishgan. Ularni juda e'tibor bilan kuzatar edim. Menimcha, ular shiddatli o'yin olib borishar, u vaqtlarda bunga dosh beradigan firmalar barmoq bilan sanarli edi. Pittsburg avvalo fabrikalar shahri edi. Taassufki, Nyu-Yorkda butunlay boshqa vaziyatga duch keldim. Bu yerdagi tadbirkorlik dunyosida birjada qatnashmaydigan odamlar kamdan-kam edi. Menga o'zimga tanish temir yo'l kompaniyalari xususida tinmay savol berishardi. O'z sarmoyalarini joylashtirishni istagan shaxslar meni moliya dunyosida ham yaxshi xabardor hisoblab, vositachilik qilishga taklif etardi. Mashhur sanoat korxonalarining aksiyalarini sotib olish niyatida ochilgan kompaniyaga a'zo bo'lishni taklif etishdi. Chayqovchilikning ko'pdan-ko'p jabhalari eng jozibador bo'yoqlarda ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Ammo men bu jozibaga sira parvo qilmadim. Hayotda hech qachon chayqovchilik maqsadida bironta aksiya sotib ola olmadim. Hamisha haqqini to'lashga qurbim yetmaydigan narsani sotib olmaslik va o'zimni bo'lmagan narsani sotmaslik qoidasiga rioya qildim. Karyeramning boshida bisotimda bor-yo'g'i bir necha dona Nyu-York birjasining aksiya va qimmatli qog'ozlari bor edi. Shu bois har kuni ertalab gazeta olib, birja hisobotlarini ko'rib chiqardim. Ammo ko'p o'tmay o'zimizning fabrikalardan boshqa barcha begona kompaniyalar aksiyalarini sotishga va butun diqqat-e'tiborimni o'z korxonalarimizga qaratishga qaror qildim. Men bu qoidaga vijdonan rioya qildim. Chayqovchilik qadriyatlarni yaratuvchi emas, yutquvchi zararkunandadir. Nyu-York ko'chganimdan keyin yirik ishim Missisipi orqali o'tgan ko'prikni qurish bo'ldi. 1867-yili Yevropa safarda bo'lgandim va u yerda ko'rganlarimni hayratlanganimni yozgan edim. Ammo bu sayohat vaqtida Amerikadagi ishlarni yig'ishtirib qo'ydim degani emasdi. Muntazam pochta aloqalari orqali u yoqda nimalar bo'layotganidan xabardor edim. Fuqarolar urushi kun tartibiga Tinch okeani temir yo'lini qurish muammosini qo'ydi. Yer bilan bog'liq ishlar boshlangan. Yo'nalishni San-Fransisko qadar yetkazish mo'ljallandi. Aholi mamlakatning barcha o'lkalari temir yo'l bog'lanishini istardi. Kongress bunga o'z roziligini berdi va yangi yo'nalishni qurilishga kirishildi. Men bu vaqtda Rimda edim. Bu yo'nalishda yotoq vagonlardan foydalanishni xayolan rejalashtirdim. Bu haqda darrov janob Skottga yozib, undan javob oldim. Tan olish kerak, mening va navqiron do'stim siz tasodifan foydalanishni bilasiz. Amerikaga qaytishim bilan bu niyatni yanada pishitdim. O'zim hissadorlik qilgan yotoq vagonlar kompaniyasi shunchalik muvaffaqiyatga erishdiki, ishchilar o'sib borayotgan talabni qondirish uchun yetarli miqdorda vagon tayyorlashga amallab ulgurardi. Bu mamlakatni yotoq vagonlari bilan to'la ta'minlash imkoniga ega emasdik. Buning ustiga jahonning eng yirik temir yo'l markazi Chikagoda xuddi shunday korxonaga asos solgan janob Pullman yirik raqibimiz hisoblanardi. U ham men kabi Tinch okeani temir yo'li uchun yotoq vagonlarga buyurtma olish uchun juda daromadli ekanini yaxshi bilar. Men istayotgan maqsadga intilardi. U bizning yo'limizda turardi. Keyinchalik Pullmanning aytishicha, shu o'rinda yuz bergan arzimagan voqea muhim qarorlar qabul qilinishida mayda jihatlarga bog'liqligini ko'rsatgan. Tinch okeani temir yo'li raisi yo'lda ketayotib Chikagoga ham tushadi. Janob Pullman uning huzuriga boradi. U raisning xonasiga kirganda janob Skott jo'natilgan ushbu mazmundagi telegrammaga ko'z tushadi. Yotoq vagonlari bo'yicha taklifingizni qabul qilindi. Janob Pullman telegramma stolda yotgani uchun uni beixtiyor o'qiydi. Rais Dyurant xonaga kirganda u telegrammani tasodifan o'qiganini aytadi va qo'shimcha qiladi. Ishonchim komilki, siz taklifni o'rganmay qat'iy qaror qabul qilmaysiz.
Rais Duran kutishga va'da beradi. Salutam Nyu-Yorkda Tinch okeani temir yo'li boshqaruv majlisi bo'lishi kerak edi. Xullas, Kamila va janob Pulman qimmatda ikkimiz uchun ma'lum bo'lgan sovringa erishish niyatida hayajonda edik. Bir kuni kechqurun ikkimiz Muqaddas Nikolay mehmonxonasiga Kings-Napolisda yuzma-yuz keldik. Bir paytlar uchrashgan bo'lsak-da, yaxshi tanish emasdik. Zinadan ko'tarilayotib unga murojaat qildim. Xayrli kech, janob Pulman. Mana nihoyat ikkimiz bitta yo'ldamiz. Sizningcha ikkimiz ham noto'g'ri ish tutyapmizmi? U nazarimda suhbatni cho'zishni istamadi va qisqa javob berdi. Bu bilan nima demoqchisiz? Men unga vaziyatni tushuntirdim. Ya'ni bir-birimiz bilan raqobatlashib intilayotgan foydadan mosuvo bo'lishimiz mumkinligini aytdim. Bu gapingiz to'g'ri, dedi u, ammo boshqa yo'li yo'q-da. Birgalikda harakat qilib Tinch okeani temir yo'li vagonlarini birga qurish taklifini aytish lozim, dedim men. Kamina taklif qilaman. Ikkimizning kompaniyalarimiz qo'lni-qo'lga berib ishlashsin, birlashsin. Xo'sh, bu qo'shma korxonani qanday nomlaymiz? Uni Pullman yotoq vagonlari kompaniyasi deb ataymiz, taklif etdim men. Xonamga yuring, bu masalani batafsil suhbatlashaylik, dedi yotoq va vagonlarni qiroli menga. Uning ortidan yurdim. Natijada Tinch okeani temir yo'li bilan shartnomaga birgalikda imzo chekdik. Suhbatimizning natijasi o'laroq kelgusida ikkita kompaniya birlashdi. Pullman Amerikaga xos karyera qilganki, bu haqda bir-ikki og'iz so'z aytish joiz. U dastlab oddiy duradgor bo'lib, Chikagodagi qo'shinlar paytida uylarni ko'tarish yoki joyini o'zgartirish yuzasidan buyurtmalar ola boshlagan. Bu buyurtmalar mo'may daromad keltirgan. Natijada kichik tadbirkordan yirik ishbilarmonga aylangan. Katta mehmonxonani tunda yashovchilarni bezovta qilmay 3 metrga ko'tarish kerak bo'lsa, janob Pullmanga murojaat qilishgan. Bu odam har qanday sharoitda yo'l topishga ustasi farang. Oqim qanchalik kuchli bo'lsa-da, unga qarshi suza oladigan noyob shaxslar toifasidan edi. U ham xuddi men kabi Amerikaga yotoq vagonlarsiz yasholmasligini tushunardi. Bizning sharqiy kompaniyamiz Pullman kabi kuchli tadbirkorlar tashkil etgan kompaniyalar bilan sira bellasholmasdi. Bu menga oydek ravshan edi. To'g'ri, patentlar kompaniyamizning xususiy mulki bo'lib, yotoq vagonlari kashfiyotchisi janob Woodruff bosh aksionerimiz edi. Biroq shunga qaramay, hamkorlikda ishlash foydali bo'ldi. Bu ish bo'yicha muzokara yurgizish menga topshirilgan bo'lib, natijada kompaniyalarimiz bir-biriga qo'shilib ketdi. 11-bob. Korxonalarning kelgusi ravnaqi. 1873 yilgi moliyaviy tanazzul zarbasi. Bir kuni janob Skott menga telegramma yuborib, tezda Filadelfiyaga mo'jizasiga yetib kelishimni taklif etdi. Gap bunday bo'lgan edi. Bir muddat ilgari janob Skott Texas Tinch okeani temir yo'lini qurishga mo'ljalladi. Men unga yetarli sarmoya bo'lmasa ish boshlamaslikni, bunday ulkan yo'nalish qurilishida vaqtinchalik qarzlarga umid qilmaslikni maslahat berdim. Ammo u maslahatimga quloq solmadi. Endi u qurilish uchun Londondan Morgandan olgan katta qarzni to'lash muddati kelganini ma'lum qilib, agar bu ishda ishtirok etsam, qarz beruvchi to'lov muddatini cho'zishga rozilik bildirganini xabar berdi. Men buni rad etdim. Shunda o'zimga savol berdim. Rad javobim bilan do'stlarimning sinishiga sabab bo'lishga tayyormanmi? Bu hayotimdagi eng iztirobli damlar edi. Ammo bir daqiqa ham ikkilanmadim. Sarmoyalarimning bari korxonalarimizga tikilgan bo'lib, ulardan $1 ham ololmasdim. Garchi o'z hamjamiyatimga kamtarona sarmoya kiritgan bo'lsam-da, uning barcha qatnashchilari taqdiriga javobgar edim. Janob Skottga issig'ida bu ishdan qaytarish uchun nima lozim bo'lsa shuni qilganimni eslatdim. Garchi uning rejalariga qo'shilmasam-da, o'z usulim naqd $250 ming bu ishga sarflagandim. Ammo dunyoda hech qanday kuch o'z ismimni begona korxonaga berishga majbur qilolmasdi. Men o'z nomim bilan faqat o'z firmam uchun javob beraman. Inson hayotda boshqa birovning kafilligini olishdan ko'ra katta xatar yo'q. Bu hafta xoli bo'lish uchun kishi ikki savolni oldiga qo'yishi kerak. Kafillikka olgan sherigimning zarur bo'lganda pul berishiga yetarli mablag'i bormi? Ikkinchi savolim, sherigim uchun shu mablag'ni kechishga tayyormanmi? Shunga rozi bo'lsagina o'rtog'ingga yordam berishing mumkin. Ammo yana savol tug'iladi. Do'stingni kafillikka olgandan ko'ra shu mablag'ni naqd bergan durust emasmi? Ishonamanki, ko'p hollarda so'nggi yo'l hammasidan qulay. Ertasi kuni ertalab kechagi kengash ishtirokchilari bilan Nyu-Yorkdan qaytdim. Yo'lda ulardan biri butun vagonda faqat bitta aqlli odamni ko'rayotganini, qolganlari esa g'irt telbaganini aytdi. Aqlli odam uning fikricha Endi bo'lib, sababi kamina o'z ulushimni naqd pulda qo'shganman. Hech kimdan $1 ham qarzdor emasman. Bu ishda javobgar ham emasman. Qanday qilib bu la'natli mashmashadan osongina qutula oldingiz, deb so'radi boshqasi. Men shunday javob berdim. O'z burchimga vijdonan yondashdim. To'lashga avvaldan ishonmasam, vekselga qo'l qo'ymadim. Boshqacha aytganda, suvni ko'rmay etikka ichmadim. Bu davrda turli moliyaviy masalalar yuzasidan tez-tez Yevropada bo'lishimga to'g'ri keldi. Ukam va janob Phipps qarmog'imizdagi korxonalarni juda yaxshi boshqarardiki, men haftalab ishda bo'lmasdan. Londondagi ishlarim shunchalik muvaffaqiyatli kechdiki, sanoatdan uzoqlashib, moliya va bank sohasiga o'zimni butunlay bag'ishladim. Ammo sanoat meni hamon o'ziga jalb etar, sezilarli qo'shimcha qiymatlar ishlab chiqarishni istardim. Shu bois bo'sh turgan mablag'larimni Pittsburgdagi zavodlarimizga tikishda davom etdim. Vaqt o'tishi bilan ular ancha kengayib, Amerikadagi po'lat konstruksiyalarning barcha turlarini ishlab chiqarishda birinchi o'rinni egalladi.
Ishimizga kelajak porloq edi. Oxir-oqibat bu ishni to'la takomilga yetkazish uchun o'zimni metallurgiya sanoatiga butunlay bag'ishlashga qaror qildim. Amerika hukumatining bojxona tarifi bo'yicha tutgan yo'li ishimizning kelajagidan xavfsirashimni butunlay tarqatib yubordi. Ko'rdimki, fuqarolar urushi Amerika xalqini butun hayotiy masalalarda Yevropaga tobe bo'lmagan yopiq millat bo'lib shakllanishga undagandi. Shu paytgacha Amerika po'latga bo'lgan ehtiyojini xorij, asosan Angliya orqali qondirardi. Endilikda xalq hamma narsa mamlakatning o'zida ishlab chiqarilishini talab qildi va Kongress xorijdan keltiriladigan po'lat relslar bojini ularning narxida 28% belgilab, vatan sanoatini qo'llab-quvvatladi. Bu qaror Amerika sanoatining gurkirab taraqqiy etishiga ulkan hissa qo'shdi. Fuqarolar urushigacha bu partiya masala edi. Janubiy shtatlar erkin savdo tarafdori bo'lib, mahsulot kiritishdan tushadigan bojlar faqat shimoliy shtatlarga daromad keltirardi. Ammo urushdan keyingi partiyaviy masala milliy masalaga aylandi. Mamlakat yashab qolish uchun yangi manbalarni izlash fuqarolik burchi edi. O'z vaqtida ko'prik va boshqa inshootlar uchun po'lat ishlab chiqarish zaruratini his etgandik. Endilikda o'z cho'yanimizni ishlab chiqarishni maqsadga muvofiq deb bildik. Shu maqsadda 1870-yili tajriba tariqasida dastlabki domna pechini qurdik. Bu ishimiz kutilmaganda ziyod samara keltira boshladi. Domna pechi har kuni 100 tonna cho'yan berar. Avvallari buncha cho'yan tayyorlash uchun bir hafta talab etilardi. Bu borada rekord o'rnatdik. Ko'plar shu ko'z ko'rmagan mo'jizani ko'rish uchun kelishardi. Bu borada biz Amerikada mutlaqo noma'lum bo'lgan bir muhim yangilikni joriy qilgan amakivachcham Jorj Loderdan minnatdormiz. U mexanik muhandis bo'lib, Angliyadagi toshqo'mir konlaridan toshqonni, shlakni yuvib ko'kslash usulini kuzatgan edi. Buni bilib, korxonani qurish uchun darhol zarur mablag' ajratdim. Toshqo'mir firmalari bilan toshqol yetkazish xususida shartnomalar tuzdik. Yukni tashish uchun temir yo'l kompaniyalari bilan kelishuv qildik. Ko'p yillar davomida janob Loder Amerikadagi ilk koks pechlarini qurish va ishga tushirish rahbarlik qildi. Bu ishning samarasi beqiyos edi. Pechlarning soni 500 ta yetguncha muntazam ko'payib bordi. Tan olish kerak, har gal pechlarning yonidan o'tarkanman, miyamda bir fikr aylanadi. Avval bitta nihol o'sgan joyda ikkinchisini o'stirgan inson xalqning tahsiniga sazovor. Ammo yaroqsiz deb tashlab yuborilgan materialdan sifatli yoqilg'i tayyorlashga muvaffaq bo'lgan kishi o'z ishida to'la faxrlanishga loyiq. Yo'q narsadan biror mahsulot tayyorlash go'zal, ammo dunyoning biz yashayotgan qismiga butun erishgan ilk firma bo'lish yanada go'zal. Endi ortga nazar tashlar ekanman. O'tgan asr 70-yillarda Amerikada cho'yan ishlab chiqarish, kimyo hech qanday rol o'ynamagani g'alati tuyuladi. Shunga qaramay, u temir va po'lat sanoatda muhim ahamiyatga ega edi. O'sha vaqtlarda odatda domla pechini biror bir ajnabiy yigit boshqarib to'g'ri kelsa, boshqalarni qo'rqitish uchun qaysidir ishchini yaxshilab do'pposlardi. Domla pechining ahvoli uning uchun mavhum tushuncha bo'lib, qishloq oshnalari tayoqcha bilan yer ostidagi suv yoki neft konni aniqlayman deb maqtangandek, bunaqa yigitlar ham pechning ahvolidan mudom xabardorlik tutardi o'zlarini. Bunaqa ahvolga yo'l qo'yib bo'lmasda, ish shu bilan tugadiki, mudirni ishdan olib, o'rniga boshqa kishini tayinladi. Kimyogar doktor Frikkeni unga yordamchilikka taklif etdik. U bilimdon nemis bo'lib, hatto xayolimizga kelmagan narsalarning mohiyatini ochib berdi. Masalan, eng yaxshi konlarda olingan temir rudasidan ko'pincha biz hisoblaganimizdan 10, 15, 20% kam ma'dan chiqardi. Ma'lum bo'ldiki, unchalik e'tiborga molik bo'lmagan konlar yuksak sifatli ruda berar ekan. Buni qarangki, yaxshi deb hisoblaganimizdan yomon chiqdi va aksincha, go'yo hammasining oyog'i osmondan keldi. Jo'yan ishlab chiqarish borasidagi 10dan 9 ta tasavvurimiz kimyo fanining yorug' oftobida mumdek erib ketdi. Biz qanchalar nodon bo'lgan ekanmiz-a? Ammo faqat bir narsaga bizga tasalli berardi. Raqiblarimiz bizdan ham nodonroq edi. Koks ishlab chiqarishda rahbarlikni kimyogarga topshirganimizdan beri oradan necha yillar o'tdi. Boshqa domla pechlarning egalari esa kimyogarga maosh berishga mablag' yetmasligini ro'kach qilishda davom etmoqda. Ular ishning ko'zini bilganlarida kimyogarsiz ish olib borish qimmatga tushishini anglab yetishardi. 1855-yilda ingliz texniki Genri Bessemer cho'yanni qayta ishlab po'latga aylantirish usulini kashf etdi va po'lat quyish sanoatida turib burilish yasadi. Shu usul tufayli 20 daqiqa ichida avvallari 24 soatdan tayyorlagan eritilgan po'lat olinadigan bo'ldi. Men Bessemer tajribalarini diqqat bilan kuzatdim va agar ular muvaffaqiyatli yakunlasa, temir davri tugab, po'lat asr boshlanishini angladi. Angliyada bo'lib, bu usul katta xarajat talab qilmay, ajoyib samaralar berishiga to'la-to'kis amin bo'ldim. Yangi usulga doim peshvoz chiquvchi janob Coleman ham shu xulosaga keldi. Biz 1873-yil 1-yanvarda po'lat relslar zavodini ochdik. Ish izga tushgandi, ammo kutilmaganda 1873-yil sentyabrda moliyaviy inqiroz boshlandi. Bu mening butun tadbirkorlik faoliyatimdagi eng tashvishli davr edi. Bir kuni ertalab Allegan tog'larida dam olayotgan chog'imda qo'limga Jack Cook va Co firmasi singari haqida telegrammani tutqazishdi. Shundan keyin kasodga uchragan firmalar xususan ketma-ket telegrammalar yog'ildi. Firmalar to'lovlarni birin-ketin to'xtatar edi. Har kuni ertalab biz o'zimizdan endi kimning navbati keldi ekan deb so'rardik. Mamlakat ishbilarmonlari faoliyatda to'la falajlanmaguncha har bir yangi sinish boshqa firmalarning to'lov qobiliyatini zaiflashtirardi. Bizni nafaqat o'z pullarimiz, balki bizning qarzdorlar ahvoli ham tashvishlantirardi. Bizga kelib tushadigan pullar emas, bizdan chiqadigan pullar ham alohida diqqat-e'tibor talab qilardi.
Ish shunga bordiki, yo'nalishlar Pittsburgga kelib tutatadigan ayrim temir yo'l kompaniyalari material tashishda bizlardan qarz bo'lib qoldi. Bizning qarzdorlarimiz to'lovlarni to'xtatgani bois Pittsburg sanoatchilari o'z majburiyatlarini bajara olmas edilar. Hatto eng yaxshi munosabatda bo'lib kelingan hamkorlardan ham qarz havola qilish imkoni yo'q edi. Ammo men zaxirada saqlab qo'ygan qimmatli qog'ozlarimni sotdim. Shu tufayli ixtiyorimga katta mablag' tushdi. Shunday qilib, eng og'ir davrga muvaffaqiyat bilan dosh berdik. Inqiroz ibtidosida boshqa aksiyadorlardan ko'ra ko'proq men hayajonlangan va tashvishlangan edim. Ammo ko'rdimki, moliyaviy ahvolimiz u qadar yomon emas ekan. Xotirjam bo'ldim. Albatta, 1873-yildagi moliyaviy buhron avj olganda yelkanlarni darhol tushirishga to'g'ri keldi. Qanchalik og'ir bo'lmasin, yangi rels zavodidagi ishlarni to'xtatish shart edi. Bo'ronning dastlabki xuruji birja bilan ish olib boruvchi moliyaviy doiralarni yamlab o'tdi. Biroz vaqtdan keyin qolgan ishbilarmonlar ham buning ta'sirini sezdi. So'ng ahvol juda yomonlashib, halokatli tus oldiki, Texas Tinch okeani temir yo'lidagi do'stlarimni o'z komiga tortib ketdi. Men uchun bu eng og'ir zarba edi. Avvaliga hech kim shaxsiy munosabatlarimga qaramay, Texas guruhi moliyaviy majburiyatlariga daxlim yo'qligini ishonmadi. Pittsburg almashuv bankining direktori Nyu-Yorkda yurganda o'sha yoqda janob Skott va Tomsonning kasodga uchragani xabarini eshitadi. U darrov Pittsburgga shoshiladi va ertasiga bo'lib o'tgan boshqaruv yig'ilishida bu ishga men aralashmagan bo'lishi mumkin emas, deb aytadi. Shu asnoda u bank bizlarga tegishli veksellarni kelgusida hisobga olmasligi lozim degan taklifini kiritadi. Bu haqda eshitib, tezda chora ko'rishga qaror qildim. Birinchi poyezdda Pittsburgga jo'nab, manfaatdor shaxslarga Texas Tinch okeani yo'li aksiyadori bo'lsam-da, o'z ulushimga naqdda to'laganimni isbotladim. Hech bir aksiyada imzom yo'q edi. Ularning oldida hech qanday moliyaviy majburiyatim yo'q edi. Qo'limda nima bo'lsa ham hammasiga pul to'langan. Endi bular faqat o'zimga tegishli edi. Yagona majburiyatim ham o'zimga tegishli korxonalarda bo'lib, ulardagi har bir dollar uchun o'zimni javobgar hisoblardim. Shundan keyin moliyaviy doiralarda bizga nisbatan shubha-gumonlar butunlay tarqab, ishonch qaror topdi. Bizning kreditlarimiz shundan buyon barqaror bo'ldi. 12-bob. Adabiyotga havas. Dunyo bo'ylab sayohat. Rels zavodidagi ishlar shunchalik olg'aylamlab ketdiki, 1874-yilda uni ochish mumkin bo'ldi. Rejamizga ko'ra, butun zavod ikkiga ajratilib, bir bo'limga janob Stivenson degan shotlandiyalik, boshqasiga janob Jons mudirlik qilish kerak edi. Men bitta korxonada bir xil vakolatga ega ikki rahbar bo'lishi mumkin emas degan fikrda edim. Bunday holat bitta qo'shinni ikkita qo'mondon yoki bitta kemani ikkita kapitan boshqargandek gap bo'lib, ishning chalkashishi muqarrar edi va men shunday dedim. Yo'q, bunaqa ish ketmaydi. Men janob Stevensonni ham, janob Jonsni ham bilmayman, ammo ulardan biri rahbarlik qilishi kerak va bir kishi hammasiga mas'ul bo'lishi lozim. Tanlov janobga Jonsga tushdi. Shunday qilib, biz Bessemer ishlab chiqarish usuli bilan tanish bo'lgan Darg'aga ega bo'ldik. Darg'a o'sha paytlarda juda yosh va kambag'al edi. U $2 evaziga qo'shni fabrikada mexanik bo'lib ishlardi. Tez orada uning nechog'lik uddaburonligiga ishonchimiz komil bo'ldi. Rels ishlab chiqarish muvaffaqiyatida biz ko'p jihatdan undan qarzdormiz. Oxir-oqibat unga millionlab dollar daromad keltirish mumkin bo'lgan tijoratda qatnashishni taklif qildik va u rad etdi. Yo'q, dedi u. Diqqat e'tiborimni korxonaning tijorat tomoniga chalg'itmoqchi emasman. Ishlab chiqarishdagi yumushlar e'tibor tortadi. Ammo shuni lozim topsangizlar, maoshimga qo'shinglar. Juda so'z, kapitan, sizga Qo'shma Shtatlar prezidenti maoshini belgilaymiz. Bundan albatta bosh tortmayman, javob berdi Jons. Po'lat relslar ishlab chiqarishdagi raqiblarimiz bizga dastlab uncha ahamiyat berishmadi. Biz duch keladigan qiyinchiliklarni chamalab, ular bir yildan keyin rels tayyorlash bo'yicha buyurtma bajarishga qurbimiz yetishini tasavvur ham qilishmagan. Shu bois bizni jiddiy raqobatchi deb hisoblashmagan. Ishni endi boshlagan paytimizda bir tonna po'lat relsning narxi $70 edi. Biz mamlakat bo'ylab o'z agentlarimizni jo'natib, eng arzon narxda buyurtmalar yig'ishni topshirgandik. Raqiblarimiz buncha buyurtmani qanday to'plaganini hatto bilolmay qolishdi. Janob Jons o'rnatgan mashinalar, u ko'zlagan reja va tanlagan odamlar shu qadar ajoyib ediki, kutganlarimizning bari ro'yobga chiqdi. Dastlabki oydayoq $11,000 ishlaganimiz bunga dalil bo'la oladi. Shunisi muhimki, biz kiritilgan hisob tizimi daromadi o'ta aniq hisoblash imkonini berdi. Metallurgiya zavodlarimizning tajribasi aniq hisob-kitob ulkan ahamiyatga ega ekanini yana bir bor isbotladi. Korxona yaxshi ishlashi uchun fabrikaning bir bo'limidan boshqasiga o'tadigan materiallarning tugal hisobini olib boruvchi bir nechta hisobchining o'zi kifoya. Yangi korxona muvaffaqiyatdan ruhlanib, men bu safar davomli ta'til olishga va qachonlardir buyon niyat qilganim dunyo bo'ylab sayohat chiqishga qaror qildim. Xullas, 1878-yil kuzda janob Vanderwort ikkimiz yo'lga otlandik. Bir necha yon daftar olib ham kunlikda suratlarimni qog'ozga tushirardim. Dastlab kitob yozish fikri xayolimda yo'q edi. Shunchaki qaydlarimni bir necha nusxada do'stlarim uchun yozmoqchi edim. Ammo o'z fikrlaringning kitob holida nashr etilishini ko'rish mutlaqo o'zgacha tuyg'u. Uni bosmaxonada yuborishganda do'stlarimga bir nusxadan taqdim etishga arziydimi yo'qmi deb yana bir karra o'zdan kechirdim. Arziydi degan xulosaga keldim. O'z do'stlarining
uchun kitob yozar ekansan, u yomon qabul qilinadi deb o'ylamaysan. Ammo ulardan eshitgan maqtovlarim kutganimdan ziyoda bo'ldi va men bir necha oy zavq-shavqqa to'lib yurdim. Kitob bilan tanishishni istovchilarning iltimosini qondirish maqsadida uni qayta-qayta chop etish lozim bo'ldi. Gazetalarda undan parchalar berildi va nihoyat Charles Scribner's Sons nashriyoti kitobni chop etish taklifi bilan murojaat qildi. Shunday qilib, Dunyo bo'ylab sayohat kitobim chop etildi va men yozuvchiga aylandim. Dunyo bo'ylab sayohat menga yangi ufqlar ochdi. Butun ongli hayotim boshqa yo'singa tushdi. O'sha paytda Spenser va Darvin o'z ijod cho'qqilarida bo'lib, bu menda jonli qiziqish uyg'otardi. Kamina insoniyat hayotining turli bosqichlariga evolyutsiya nuqtai nazaridan qaray boshladim. Xitoyda Konfutsiy ta'limotini, Hindistonda Buddani va hindlarning muqaddas kitoblarini, Bombayda forslardan Zardusht ta'limotini o'rgandim. Sayohatim natijasida o'zimda ichki sokinlik his etdim. Avvalari betartib bo'lgan shuurimda endi tartib hukmron edi. Ruhim tinchlandi. Nihoyat o'z falsafamga ega bo'ldim. Iso Masihning Xudo ichimizda degan kalomi men uchun mutlaqo o'zgacha mohiyat kasb etdi. Bizning barcha majburiyatlarimiz hozirgi dunyo va hozirgi zamonga taalluqli bo'lib, bundan tashqariga qarashga bo'lgan barcha intilishlar behudadir. O'zim uni bosgan cherkov muhiti, aqidalarning sarqitlari endi tafakkurimga ta'sir qilolmay qoldi. Bu vaqtda Edwin Arnoldning Budda hayoti va ta'limoti haqidagi Osiyo ziyosi kitobi chiqdi. Uni o'qish menga lazzat bag'ishladi. Bu kitobni o'qiguncha Hindistonga bo'lgandim. Uni o'qigach yana o'zimni ko'hna Hindistonda tasavvur etdim. Keyinroq Londonda muallif bilan tanishganimda kitobning qo'lyozmasini menga hadya etdi. Uni ko'z qorachig'imdek asrab kelyapman. Har bir kishi sal-pal imkoniyatga ega bo'lsa, hatto biron katta qurbonlik evaziga bo'lsa ham dunyo kezishi kerak. Jahonni aylanish bilan solishtirganda boshqa sayohatlar tugallanmagandek tuyuladi, chunki ular bizda butunlikning bo'laklari kabi notugal taassurot qoldiradi. Dunyo aylangan sari jahongashta odam uyiga nimani ko'rish mumkin bo'lsa, hammasini ko'rgandek tasavvur bilan qaytadi. Alohida qismlar butunlikka aylanadi va insoniyatni turli timsollar, ideallar va maqsadlardagi yaxlitlikda his etish mumkin bo'ladi. Olamni kezgan odam sharq xalqlarining muqaddas kitoblarini batafsil o'rganib, har bir xalq o'z dinini eng mukammal deb hisoblashiga amin bo'ladi. Har bir xalq o'z peshonasiga yozilgan taqdirga shukr qiladi va mehmonda yaxshi uyda va undan ham a'lo deb hisoblaydi. So'zimning isboti uchun Dunyo bo'ylab sayohat kitobimda parchalar keltiraman. Biz bir safar Singapur o'rmonlarida manioka terayotgan mahalliy xalq huzurida bo'ldik. Ular juda qattiq ishlashardi. Bolalar shira yalang'och chopqillashar, ota-onalar juldir kiyimda edilar. Bizlarning kelishimiz ularni hayratga soldi. Biz ular bilan tarjima orqali suhbatlashib, o'zimizni yilning bu vaqtida hovuzdagi muzlagan suvda yurish va hatto otda o'tish mumkin bo'lgan mamlakatga kelganimizni aytdik. Ular ajablanib, unday bo'lsa, nega bizning diyorimizga ko'chib kelmaysizlar deb so'rashdi. Ko'rinib turadiki, ular o'zlarining hayotdan mamnun edi. Yana bir voqea. Nordkap yo'lda Laplandiyaning bug'ular yashaydigan manzilgohida bo'ldik. Kemamiz matroslar men bilan birga edi. Qayishda u bilan ko'rfazga yaqinlashayotib, qirg'oqning narigi tomoniga qaradik. U yerda sochilib yotgan bir necha kulbalarni va qurilayotgan ikki qavatli uyni ko'rdik. Bu qanday uy deya so'radim matrosdan. Menimcha bu Tromsyoda tug'ilgan va xorijga borib boyib qaytgan odamning uyi. Endi qolgan umrini u shu yerda o'tkazmoqchi. U juda badavlat. Siz dengiz bo'ylab sayohatlaringizda butun jahonni kezganingizni aytgandingiz. London, Nyu-York, Kalkutta, Melburn va ko'pdan-ko'p boshqa shaharlarda bo'lgansiz. Mabodo shu odamga o'xshab boyib ketsangiz, qarigan chog'ingizda qayerda yashashni xohlardingiz? U ko'zlari yonib javob berdi. Bu dunyoda Tromsyodek ajoyib joy bormikan? Vaholanki o'sha Tromsyo Arktika mintaqasida joylashgan bo'lib, tuni naq yarim yilga cho'ziladi. Biroq u o'sha makonda tug'ilganda, hayotiy shart-sharoitlar va tabiat qonunlari bizga adolatsiz, beshafqat tuyuladi. Ammo shunday go'zallik ham borki, ular bizni maftun etadi. Shubhasiz, bular qatoriga vatanga muhabbat ham kiradi. Vatanning qayerda joylashgani esa ahamiyatsiz.